yo'lda o'rtasidan to'silgan. Nimagaligini anjorliklar yaxshi biladi. Xo'p, mavzuyimiz yo'l to'g'risida emas edi. Qaranglar, mana yer resurslari, tabiiy boyliklar tugagan sari mana bunaqangi benzinli, gazli mashinalarimizga yoqilib qo'yish muammo bo'lgan sari bulardan mana bunaqangi elektr, mana bu 100% elektr mashinalar shularga o'tib ketilyapti. Endi qolgan sohalarda ham, masalan, qurilish sohasida, shuni singari sohalarda ham ko'proq endi elektr energiyaga ko'proq e'tibor qilinyapti. Mana shu qurilish sohasidan bitta misol keltiraman. Vaqt o'tib mana zamon rivojlangan sari mana bunaqangi turli tuman isitish tizimlaridagi radiator deymiz, ya'ni nomlari ko'p. Mana shunaqangi har xil variantdagi narsalar mamlamoqqa turib to'pli boshlangan, yana shuni singari narsalarni o'rniga mana bunaqa zamonaviy faqat tok ishlovchi moslamalar chiqyapti-da. Teplovoy nasos deydi. Bunaqangi isitishda fan coil deb qo'yadi mana. Shularga sekin-sekin o'tib ketilyapti. Bularda endi ishlash prinsipi xuddi konditsioner singari ishlaydi-da. Isitadi, sovutadi va ma'lum miqdorda havoni namlaydi. Mana bu joyda mana gaz yukatyorlar turibdi. Shuncha gaz yo'q bo'lsa bular endi hammasi shunchaki bir chiroyli bitta devor ilinib turadigan bir detal xolosda. Tok endi qayta ishlash mumkin bo'lgan narsaligi uchun haligi uni cheksiz desak bo'laveradi. Shuning uchun tokda ishlovchi moslamalarga yildan yilga o'tib ketilyapti. Davlat mana sekin-sekin gazni kamaytirib boryapti. Sababi albatta ularning hammasini oxiri bor, tugab boryapti. Bu teplovoy nasoslarimiz havodan ma'lum miqdorda energiyani olib, yoqilg'isiz tok ishlash prinsipi konditsioner singari, ba'zilari freon orqali, ba'zilari suyultirilgan gaz orqali isitadi, sovutadi. Bular xonani sovutishda o'sha gazni muzlatib, haydab, suv bilan o'rtada teploobmeni degan detal orqali aralashtirib xonaga suvdash orqali bersa, isitishda ham xuddi o'sha gazga energiyani berib, qizdirib, xonani isitish vazifasini bajaradi. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, knopkalari pultlarigacha bor. Mana bunaqangi holatda pultlarigacha bor. Ob'yomni holatdan kelib chiqib kvadrati o'zini buni ham normalari bor. Shular bilan qo'yiladi. Endi internet rivojlanib, shuni singari yangiliklar bo'lgan sari yana talablar oshib boryapti-da. Isitish tizimidagi kim internetda nimani ko'rsa olib keltirib qildirishga harakat qilyapti. Albatta mablag'i puli bor odamlar. Qorima pulini tutib boring-da. Qori, pulini tutib boring. Yetadi bittasi. Mana shu o'sha internetda Yaponiya, Amerikalarda, Yevropalarda hozir rivojlangan Plintusdan isitish tizimi. Buni internetlarda ko'pchilik ko'rgan. Misol xonani mana shu Plintusi bor, shuni o'rnida turadi. O'zini burchaklari, fittinglari bo'ladi. Xonani aylanasiga tortib chiqilganda mana shu ichida issiq suv yurish hisobiga bundan issiq chiqadi. Bu endi bitta kichik bir detali va albatta metrajli bo'ladi, o'zini fittinglari bo'ladi. Tushunarli bo'lish uchun bitta kichikroq qismidan olib ko'rsatib beryapti buni. Ulanishlari metaloplast bilan, nержавейка bilan, mist bilan tortsa bo'ladi. Buni xonani chetida ko'rinmagan holatda issiqlik energiyasi tarqalayotganini bilmagan holatda
juda mana shu holatda misol yerda tursa, bu parket ustida turadida. Remont tepa aboy, past parket, o'rtada avvalgi radiatorlarning o'rnida mana shunaqa plyumps turadi. Endi bu butun xonani aylangandan keyin mana shu fittinglari ko'rinmay qolgandan keyin oppoq plyumpsga aylanib qoladi. Buni ustiga kraska sepsa bo'ladi va o'zini podsvetkalari ham bor. Vodiyga ham, Andijonga ham yetib keldi. Shu Andijondagi o'zimizdagi do'konlardagi mahsulotlar albatta bular. Buni hamma fittinglari bor sotuvda. Buni o'zini normadagi hisob kitoblari bo'yicha hamma isitish tizimiga tushadigan detallari bor. Mana bunaqangi kattaroq, uskiroq variantlari ham bor. Bu yerda o'zini yopadigan tashqi ichki burchaklari, fittinglari mana qo'shiladi. Bog'lab qo'ying. Shunaqangi yangiliklar, imkon qadar endi yangiliklarni yetkazib borishga harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelganicha manfaatli bo'lgan bo'lsa, bosib qo'yasizlar, salomat bo'linglar.